Bugun biz B harfini o'tamiz. Bu o'zbek tilidagi B harfi kabi talaffuz qilinadi. Bu B harfi talaffuz qilinganda u lablar bir-biriga tegadi va jarangli chiqadi. B harfi qalqalali harfga ham kirishi mumkin. B harfini tepasida hech qanaqa belgi kelmasa, bu B o'qiladi. B harfini tepasida fatha kelsa, bu B o'qiladi, bo emas. Chunki harfning nomi B hisoblanadi. Pastda kasra kelsa, bu B o'qiladi. Mana alohida yozilishi mana shunaqa bo'ladi. Domma bilan kelganda u bu o'qiladi. An bilan kelganda ban o'qiladi. In bilan kelganda bin. Un bilan kelganda bun o'qiladi. Mana so'z boshida ko'rinishi. Obuna va like bosib qo'yinglar. Chunki biz tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Bu ko'proq odam qo'shuvchi motivatsiya bo'ladi. Mana so'z o'rtasida ko'rinishi. Biz harflarni o'qib bo'lganimizdan keyin Qur'onga o'tamiz. So'z oxirida ko'rinishi. Endi 3 ta B qo'shilganini yozishga harakat qilamiz. Bu qo'shilganini. Bitta katta ko'rgazmasdan berib qo'ygan, lekin har bitta harf katakka kirishi kerak. Kommentariyga kirib, arabcha klaviaturada sizlar 3 ta B'ni qo'shib yozib bera olasizlarmi bizga? Shuni uddalayotsangiz qilingiz. Arabcha klaviaturada belgilar yo'q-da, o'sha uchun B harfini o'zini 3 ta yozish kerak.
Keyingi harfimiz nima bo'ladi bo'lisizlar? Kommentariy yozib qoldiringlar. Arab tilini yaxshi biladiganlar yoza oladi. Arab tilini bilmaganlar yozish uchun sizlarga variantlar beraman. A, A, H, B, T, S, Jim. Qaysi biri keyingi harf o'tiladi bo'lisizlar? Qaysi biri B'dan keyingi harf? Mana B harfini yozib bo'ldim. B harfi bu qalqali harfga kiradi va bu 5 harflardan bittasi hisoblanadi. Ikkinchi qoida B haqida. Agar B harfi bilan nun harfi uchrashib qolganda, nunni B ichiga kirgizib olamiz. Ya'ni Qur'onda bir-birini ichiga kirib ketgan harflar qoidasi bor. O'sha B bilan nun uchrashganda nunni B'ni ichiga kirgizib olamizda, lekin nunni ning deb aytib ketamiz. Mana ko'rib olinglar. Obuna bo'lmasam bosib qo'yinglar.